O'rtoqlar, uy sharoitida 5000 so'm bilan hal bo'ladigan bitta life hack ko'rsataman. Bu nima uchun? Bu bel ushab qolganda, bel pриступ berib qolganda, og'riq, grija pриступ berganda qilinadigan narsa. Uni tizza bo'g'imlariga ham ishlatsa bo'ladi. Bu o'zimizning oddiygina qizil sholg'om. Buni olamiz. Oddiy mana shu joyini artib olamiz. Artib olganimizdan postini bitta artib turib, buni tyorkadan chiqaramiz. Buni afzalli taraflari, bunda tabiiy mineral ingrediyentlar bo'lganligi sababidan buni belga yoki olayotgan tana sohalarimizga qo'ysa, bu shu joyi qizdirib beradi. Qizdirib, qon aylanishini yaxshilab, og'riqlarni bosib, yengillashtirib beradi. Kimdadir masalan grijasi bo'lsa, pриступ berib qolsa, ukol, kapelnitsa olishdan qo'rqsa, uy sharoitida mana shu narsani qilsa bo'ladi. Bu to'g'ri grijani davolamaydi-yu, lekin simptomlarini, og'riqlarini bosishga yordam beradi. Agar kimda mana shu narsa yaxshi ta'sir ko'rsatsa, uyda bemalol qilib foydalanib yursangiz bo'ladi. Lekin agar bu ham yordam bermasa, albatta bizga murojaat qilsanglar, bizda yangi innovatsion fizioterapiya apparatlari yordamida grijani lichini qildirib so'rdiramiz. Ya'ni bu metodika rezorsiya deyiladi. Rezorsiya metodikasi bilan grijani rassasiya qilib so'rdiramiz. Bu uyda ishlashib turishlik uchun life hack oddiygina qilsanglar bo'ladi. Tak. Po'chog'ini. Buni oddiy yosh qirg'ichdan chiqarib olamiz. Qirg'ichcha kichkina tarafini ola qolaylik. Polg'onni yarmini, mana shu yarmini qirg'ichdan chiqarib oldik. Mana shu o'zi sochniy bo'lib turibdi. Bel sohasiga qo'yishga yetadi. Biz buni qo'yamiz endi. O'chiring. O'rtoqlar, qirg'ichdan chiqarib olgan qizil sholg'omimizni shundoqqina beliga qo'yamiz, bundoq qilib. Yaxshilab suramiz. Hozir muzdaymi? Muzday. Hozircha muzday. Bir pasdan bu narsa yaxshigina qiziydi. Buni belga qilamiz. 10-15 minutdan keyin bu narsa уже qizishni boshlaydi. Ungacha biz nima qilamiz? Strich olamiz. Strich qo'yamiz belga. Shu bel qaysi sohasi og'riyotgan bo'lsa, shu joyga qilinadi bu. Bo'ldi, endi ustini suv bo'lmasligi uchun sochuvmi, adyolmi tashlab qo'yiladi. 15 minut yotiladi. Bu tabiiy giyoh. Eskilar balki shu narsa qilib kelgandir, biz bilmaymiz. Endi biz ham oldin ko'rganimizni qilamiz. Lekin effekti bo'ladi. Zo'r qizdiradi. Og'riqni yaxshi qoldiradi. Agar shunda ham mabodo og'riq qolmasa, qachon og'riq qolmaydi, o'zi belda grija bo'lsa, nerv qarishuvchi siqilib qolgan bo'lsa, o'ta kompressionniy holat bo'lsa, bu narsa yordam bermaydi. Unda bizga murojaat qilaverasizlar. Xullas kalom, foydalaninglar. Tuzalmasanglar, o'zingizga kelaverasizlar. Sog' bo'linglar. Hop, oradan 15 daqiqa o'tdi. Qizish qanaqa buni? Yondiryapti-ku. Mana. Bir mazza qiladi, prosta. Ba'zilarda 20 minutda, ba'zilarda yarim soatda, hammada har xil. 15 minutda, 10 minutda qizmayapti deb shoshib ketmaymiz.